go'yoki qora bulutlar orasida turgan munavvar bir quyoshga o'xshar edi. Hali payg'ambarlik vahiysi kelishidan oldingi bir fazilatlari, payg'ambarlik alomatlari o'z zotda doimiy ravishda zohir bo'lib turgan. Bu zot bor joyga barakotlar, yaxshiliklar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo gunohlardan hali payg'ambarlik vahiysi kelishidan oldin ham ma'sum qilib qo'ygan, saqlab qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topishlari bilan yer yuzida mo'jizalar sodir bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni katta mo'jizalaridan biri u zot sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan paytlarida Fors diyorida ming yillar davomida o'chmay turgan olovlar o'chgan. Bilasizlar, Fors diyorida odamlar olovga sig'ingan. Makkadagi 360 but Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavallud topishlari bilan yerga yuz tuban qulagan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hali payg'ambarlik vahiysi kelishidan oldingi bir fazilatlari, payg'ambarlik alomatlari o'z zotda doimiy ravishda zohir bo'lib turgan. Tarixchilardan Ibn Asakir Julhama ibn Urfatadan rivoyat qiladi. Julhama ibn Urfatata aytadiki, men deydi Makka mukarramaga keldim. Makkaga kelsam, Makkada qahatchilik bo'lib turgan ekan. Odamlar Abu Talibni oldiga kelib qahatchilik bo'lib turganligi, odamlar qahatchilikdan aziyat topib turganligi haqida shikoyat qildi. Abu Talib yoshgina go'dakni ko'tardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edilar. U bola go'yoki qora bulutlar orasida turgan munavvar bir quyoshga o'xshar edi. Tarixchi gapiryapti, u ko'rgan odam o'sha voqeani. Keyin rivoyat qilib kelingan. Ko'tarib Ka'ba-i Muazzamani oldiga bordi-da, Ka'ba-i Muazzamaga orqasini shundoq tirgab, osmonga bir nazar solib ishora qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'llariga ko'tarib olib, mana shu bolani haqqidan bizlarga yomg'ir yog'dirgan degan bir ishorani go'yoki qildi. Tarixchi aytadiki, osmonda u yoqda bu yoqda bulutlar bor edi. Bulutlar kelib Ka'baning atrofiga jamlanib, yomg'ir yog'di, vodiylar to'ldi deydi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarlik vahiysi kelishidan oldin ham fazilatlari bor. Bu zot bor joyga barakotlar, yaxshiliklar bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo gunohlardan hali payg'ambarlik vahiysi kelishidan oldin ham ma'sum qilib qo'ygan, saqlab qo'ygan. Bir voqea keltiriladi. Ka'ba-i Muazzamani qayta qurish paytida Makka ahli katta toshlarni yo'nib kelib, shu Ka'ba-i Muazzamani bino qilish uchun toshlarni qo'llarida, yelkalarida ko'tarib kelar edi. Yelkalariga tosh issiq endi zarar yetkazmasin deb, xo'p, past qismidagi ridolarini yelkalariga qo'yib, o'sha ridoni ustiga toshni qo'yib kelar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham shu yelkalariga toshni ko'tarib kelardilar. Amakilari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarab, izoringni yelkangga qo'ysang tosh zarar qilmaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday izorlarini yechib yelkalariga qo'yuvdilar hamki, avratlari ochilib qoluvdi, yerga yiqildilar. Alloh taolo xohlamadi. Ya'ni Alloh taolo saqlagan zot. Payg'ambarlar ma'sum bo'ladi deydi o'shaning uchun.